Agar siz 4 soatdan kam uxlayotgan bo'lsangiz, quyidagilarga tayyor turing. Doimiy ravishda 4 soatdan kam uxlash bu organizmda kuchli stress, gormonal buzilishlar va yallig'lanish jarayonini kuchaytiradi. Bu esa vaqt o'tib yurak kasalliklari rivojlanishiga sabab bo'ladi. Kam uxlash simpatik nerv tizimini faollashtiradi va buning natijasida gipertoniya kasalligi kelib chiqadi. Keyingisi yurak ishemik kasalligi, uyqu yetishmasligi. Bu yurak qon tomirlarini zararlab, u yerda xolesterin yig'ilishiga sababchi bo'ladi va bu vaqt o'tib infarktga olib keladi. Navbatdagisi bu yurak yetishmovchiligi. Yurakning haddan tashqari ko'p ishlashi natijasida gipertoniya va undan so'ng yurak muskullarining zaiflashuvi sababli yurak yetishmovchiligi kelib chiqadi. Keyingisi bu aritmiyalar, ya'ni bo'lmachalar fibrillatsiyasi. Uyqu yetishmasligi sababli bo'lmachalar aritmiyasi juda ham ko'plab uchraydi. So'nggi va eng xavflisi bu insult hisoblanadi. Kam uyqu natijasida gipertoniya kasalligi kelib chiqadi va yurak qon tomiridan tashqari bosh miya tomirlari ham mo'rtlashib, qattiqlashib, qon tomir yorilishi hisobiga insult kelib chiqadi. Normada 6-8 soat uyqu bu fiziologik uyqu hisoblanadi va bu yuqorida aytib o'tilgan kasalliklarni oldini olishga sizga yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling va like bosing. Bizni kuzatishda davom eting.